Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan birgalikda gulkaram qovuramiz. Buning uchun bizga gulkaram va tuxum kerak bo'ladi. Gulkaramlarimizni yaxshilab tozalab yuvib olamiz. Mana oldindan tozalangan edi. Endi undan o'zagi va barglarini ajratib tashlaymiz. Mana ozroq chirigan joylari borligi sabab tozalab oldim. Endi uni mayda bo'laklarga ajratib chiqamiz. Gulkaramni bo'laklarga ajratishda uni ko'p maydalab yuborish kerak emas. Qaynash jarayonida ham yana ham ezilib kichik bo'lib qolishi mumkin. Shu sababli uni o'rtacha kattalikda maydalab olamiz. Mana gulkaramimizni mayda bo'laklarga ajratib oldik. Endi uni oldindan qaynab turgan suvga qaynatib olamiz. Suvga tuzni hamma o'zini xohishiga qarab soladi. Men o'zimni xohishimga qarab, tabiiy qarab tuzlarini to'g'irlab oldim. Gulkaramlarni qaynatish jarayonida ko'p qaynatib yuborish kerak emas. Eng ko'pi 5-6 yoki 7 minut qaynasa yetadi. Undan ortiq qaynasa juda ham yumshab, maydalanib ezilib ketadi. Shu sababdan eng uzog'i 7 minutgacha qaynatish yetadi. Gulkaramlarimizni qaynatishga ham qo'yib oldik. Endi to gulkaramlarimiz pishib olgunicha men bir damlama tayyorlab ichyapman va uni ham sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga imbir kukuni, kurkuma kukuni hamda qalampir munchoq kerak bo'ladi. Barcha mahsulotlarimizni xohishingizga qarab yarim choy qoshiq yoki undan kamroq solishingiz mumkin. Men yarim choy qoshiqdan ishlatdim. Buni ham ta'mi va o'ziga yarasha hidi bor. Uni ichib bilishingizga qarab ishlatishingiz mumkin. Men ichib yurganligim sababli yarim choy qoshiqdan ishlatdim va uni ustiga qaynagan suv qo'yamiz. Damlamamizning vitaminlari suvga chiqqunicha bir oz muddatga uni tindirib qo'yamiz. Bu damlamamizni kuniga 1 yoki 2 stakan iste'mol qilish yetarli hisoblanadi. Tayyor bo'lgan damlamamizni biror bir 0,5 termoschamiz yoki bakal termoslarga suzgichdan o'tkazib suzib olsak bo'ladi. Va uni kun davomida iste'mol qilib yurishingiz mumkin. Mana gulkaramlarimiz ham qaynab chiqdi. Ularni suvdan ajratib oldik. Endi ularni oldin unga, keyin esa tuxumga aralashtirib, qovurib, qizarib pishgunicha qovurib olamiz. Gulkaramlarimizni qizarib pishgunicha o'rta olovda qovurib olamiz. Mana gulkaramlarimiz ham pishdi. Uni o'zingiz xohishingizga ko'ra bezatib olasiz.